Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün ilim hakkındaki kitabının tüvendeki babını okuyumuz. Bu babda küçük balınınki hadis anlışı kaçandın tatip itibarı ege degen mezmunda. Bu vaqtda ulamalarniki turli qarashlar var. Mesela ba'zanlar buni yosh o'lcham qilamiz degan olimlar bo'lgan. Ba'zanlar holatni o'lcham qilamiz degan olimlar bo'lgan. Mesela yoshni o'lcham qilamiz deganlarning ko'z qarashi o'xshamaydi. Ba'zanlar 5 yosh, ba'zanlar 7 yosh, ba'zanlar 13 yosh, ba'zanlar 15 yosh degandek qarashlar mavjudda. Lekin buningda holatni e'tiborga olamiz degani nihoyat kuchliroq, chunki ba'zi 5 yoshlik bola bilgan narsani ba'zi 15 yoshlik bolalar bilmasligi mumkin. Chunki tarixda 5 yosh, 6 yosh, 7 yosh atrofida Qur'onni hafiz bo'lib bo'lgan, hadis yodlagan nurg'un kichik bolalar bor. Nurg'un. Yana birisi ma'lum bir holatni, ko'rinishni rivoyat qilgan mazmun bilan ma'lum bir shar'iy hukm yoki e'tiqodiy hukm rivoyat qilingan hadislarni yana buningda ayirish kerak. Masalan 5 yoshlik, 3 yoshlik bolalar sahabalarning ichida ma'lum bir holatlarni, Rasulullohning bir holatlarini yoki bo'lgan ahvollarni bayon qilib berish mumkin. Buni tabiiylab qabul qilib bo'ldi buni. E'tiqodga, masalan shariatga taqashmagan ahvol ostida, hukm masalasiga taqashmagan ahvol ostida. Endi 76 numurliq bu hadisda Imom Buxoriy shunday deydi, bizga İsmail ibn Abi Uvays hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu hadisni 5 ravi rivoyat qilgan, 5 ravinin hammasini tarjimali boshda o'tgan. Bu odam deydi, "Menga Malik deydi. Malik ibn Shahabdan, ibn Shahab Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbadan hadis so'zlab bergan. Bu kishi Abdullah ibn Abbasdan bu odam deydi, "Men bir medishak minib kelgan edim" deydi bir kun. Men shu vaqtda ihtilam bo'lay degan vaqtim. Endi ihtilam degan ba'zan 12 yosh, 13 yosh, 15 yosh holatda bo'ldi. Shu bolaning yoki shu kishiningki jismoniy quvvatiga bog'liq. Bu avvallar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu vaqtida Minoda namoz o'qiyotgan ekan deydi, tamsiz. Bunda bo'lgan vaqtida bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki shu oxirgi qitim haj qilgan vaqtida Rasululloh hayoti bir qitim haj qilgan. Ammo hajdan kelib 80 necha kunlik o'ylab ketgan. Bundaqda oxirgi hayoti. Abdullah ibn Abbas'ın şu vaqtida 13 yosh, 14 yosh vaqtda. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'lib ketgan vaqtida Abdullah ibn Abbas 15 yoshda degan rivoyat kuchli. Ba'zan 13 yoshda degan, lekin 15 yosh degan rivoyat kuchli. Undaqda Abdullah ibn Abbas'ın shu 14 yosh vaqtida bo'lgan. Yani tamsiz holatda namoz o'qigan deydi. Tamsizligini masalan imomning oldida sitir yo'q. Sitir yo'q. Bunda bir qo'yib qo'ygan to'sanji yo'q-da, dala. Şu vaqtida ba'zi bir sapning oldidan o'tdim deydi. Undaqda imomning keynidan sapning oldidan o'tgan gapda. Eshakni o'tlig'il qo'yib berdim. Shuni olib men sapning ichiga kirib ketdim deydi. Sapning ichiga kirdim. Men balki namoz o'qigan bo'lishi mumkin va yoki ichiga kirgan bo'lishi mumkin, Alloh alam. Balki bu vaqtlarda namoz o'qish mumkin endi 10 yosh vaqtda. Mana bu menga inkar qilinmagan dedi. Yani ayıplanmagan, hech kim meni ayıplamagan dedi. Bu yerda Abdullah ibn Abbas sapning orasida yugurib yurgan holatda bu hamda. Chunki imomning keynida bo'lsa, imom orqa turayotgan odamlarga nisbatan sitir bo'ladi, parda bo'lardi. Shuning uchun buni shaklimga avval bo'lishi mumkin. Yana birisi, bu yerda bizga bo'lgan mo'yin bo'lgan nuqta Abdullah ibn Abbas'ın balog'atga yetmagan ahvol ostida bo'lgan ahvolni bizga so'zlab beryapti mana bu yerda. Bu 13 yosh vaqtlardagi ahvolda. Demak, mush vaqtlarda ongar hadis rivoyatlarini qabul qilishga bo'ladi demakchi Imom Buxoriyning maqsadi. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi 77 numurliq bu hadisdimi yuqorqi babga munosabatlik bo'lg'achqa bu yerda bayon qilyapti-da. Endi hadis anlashdagi yosh o'lchamni asos qilgan hadis bu. Bu hadisda menga Muhammad ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi deydi. Muhammad ibn Yusuf Imom Buxoriyning ustozi, xos ustozlardan. Bu Buxoroniki Baykant, ya'ni Baykant shahrida. Yani Buxoroga shu 50 kilometr atrofida kelamizga.
Bu hazır O'zbekistonda. Bu adam hem İmam Buxariyning ishonchli ustozlaridan bo'ladi-da. Bu adam deydi bizga Abu Mushir hadis so'zlab bergan edi deydi. Endi Abu Mushir bo'lsa bu kishi Imom Buxoriyning ustozi lekin bu yerda vositalik holatda rivoyat qilibdi. Lekin Abu Mushir bilan Imom Buxoriy rahmatullohi alayh kurashgan bo'ladi. Bu Abu Mushir bo'lsa o'zi Damashqda yashagan adam. Suriyaning hozir Damashqda ismi Abdul A'la Ghassani ad-Damashqi nomi bilan mashhur. Ayni davrdagi nayt katta Damashqdagi ulug' buyuk ulamolardan. Chunki Qur'on maxluq degan fitna chiqqan vaqtida bu adamni Ma'mun shu Bag'dodga elib borgan. Shu o'tirishga hukm tushigan vaqtida beshini qilish tutgan adam bu gapi deganmay Qur'on maxluq emas deb. Bu chingligini ko'rib bo'libdi deb buni turmaga so'lgan. Bu adam Bag'dodda 218-yili o'lib ketgan. Bu adam deydi hamda menga Muhammad ibn Harb hadis so'zlab bergan edi deb. Bu kishi Abrash nomi bilan mashhur. Abrash degan bunda o'zlik sepkimba menga adamlar qartilgan gap. Balkim shu ashtaraq sifatli odam bo'lishi mumkin. Bu kishimi o'zi Shamda yashagan. Shamda ham qozi bo'lgan Damashqda. Mishanchilik ulamolarning biri ayni vaqtida. Imom Avzoiyninki shogirdi bo'ldi bu odam bundaqda. 174-yil o'lib ketgan. Bu adam menga Zubaydi hadis so'zlab bergan edi deydi. Zubaydining ismi bo'lsa Muhammad ibn Valid az-Zubaydi, o'zi Shamning Himsdan, Shamning qozisi Himsniki. Abul Huzayl kunyasi bilan mashhur. Shu davrdagi donglik muftilardan, buyuk ishonchli zotlardan bo'ladi. Bu kishi Imom Zuhriyniki shogirdlaridan-da. İmam Zuhri'ninki şagirdleri içinde en mezmut adam deb sifatlangan bu adam. Bu adam Şam'da 147'de yoki 148'de o'lib ketgan. Yoshlam. Bu zaten ustozi Imom Zuhri'dan rivoyat qilyapti. Imom Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri'ni chiqatim deb bo'ldi bu odamning tarjimalini. Bu kishi Mahmud ibn Rabi' degan kishidir. Mahmud ibn Rabi' bo'lsa payg'ambarimizning buyuk sahobalar qatoridan o'zi Ansarilarning Hazrat qabilasidan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan kichik vaqtida. Payg'ambarimiz o'lib ketgan vaqtida Mahmud ibn Rabi'ninki yashi 5 yoshga. Bu zot uzun umr ko'rgan sahobalarning biri. Bu keyingi davrlarda shu hatto Qustantiniyaga mang'an ekan, g'azat qilib, urush qilib Damashqdan. Undaqda bu odam shu Umayylar davrida kerak, ta'sir kuchli bo'lsa kerak. Hamda ulamolar bu odamga baho bergan vaqtida ba'zilar sahoba degan, ba'zilar tobiin degan, masalan, bu Rasulullohning ko'rganligini rivoyat qilgan. Shu vaqtda 5 yoshgan. Mush jihatda ixtilof bo'lgan, masalan-chu. Bu kishining qabrisi Baytul Maqdisda hozir Falastindagi shu yerda o'lib ketgan. Ubadat ibn Samit degan sahobaning kuyovli bo'ldi bu odam. Hamda bu kishi deydi Mahmud ibn Rabi' Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki 5 yosh vaqtimda bir chelakdan suv ilib, bu o'zimga pukib etganligini bilma degan. Demak hamda Mahmud ibn Rabi' o'z 5 yosh vaqtida bu holatlarni keyingi mezgillarda rivoyat qilib berganda, shunga Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu yerda bir 5 yoshlik bir bolaning bir hadis rivoyat qilgan holatini keltirish orqali 5 yoshlarda bu hadis anglashga bo'ladi, hadis rivoyat qilishga bo'ladi degan biz tushunchani bizning ingimizga sunmoqchi bu yerda. Biz bu hadisda bir necha xil mazmunni olib chiqa olamiz. Birinchidan masalan 5 yosh o'qish yashniki naytda boshlanish bir aniq vaqtda deyishki bo'ldi. Demak 5 yoshda bir maktabga borsa, shu yerda maktabning darsini olib ma'nolaydi. Bu ya'ni o'rganish yashniki muqim bir qadam qo'ygan bir bosqichi deyishki bo'ldi yana. Bu shu sahabniki 5 yoshga qoldi. Yana birisi hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki shu suv chechishi bu yerda barakat yusidimmi yoki chaqchaq yusidimmi degan. Ulamolar ikkili xil ehtimollik bor degan. Ba'zilar barakat yusizni shunday qilgan dedi. Tabarruk yusidi. Undaqda bu Rasululloh xos bo'ldi.
Yani bir qismlar chaqchaq ustida shunday qilgan deydi. Qanday bo'lishdan qat'iy nazar, ikkili avval bu yerda durust ehtimoli bo'lishdan qat'iy nazar hamda bu yerda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki shu kichik bolalar bilan bo'lgan muomalalar nihoyat yaqinliq. Ularniki shu ishi qirta muomala qiladi-da payg'ambarimiz. Ularni kuldiradigan, chaqchaq qiladigan, ularning qalbini tutadigan, o'ziga imkon bor yaqin tortilgan taraflarga kuchaydi. Bumi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan shu bola tarbiyalashda yoki kichik bolalarga muomala qilishda o'rganadigan muhim taraflar. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.